Hello, today you are going to learn about articles. There are two types of articles. The first one is indefinite article, the second one is definite article. Demak, birinchisi noaniq article, ya'ni a va n kiradi. Ikkinchisi esa aniq article, z article kiradi. O'zi article nima degan savol tug'ilishi mumkin. Biz qachon ishlatamiz? Hozir bu savollaringizga birma-bir javobingizni olasiz. Birinchi o'rinda noaniq artiklni ishlatilish holati bilan tanishib chiqamiz. A artiklimiz umuman esingizda tursa, noaniq artikel, ya'ni an sanaladigan birlikdagi otlar oldidan ishlatiladi. Va bu artikel deyarli tarjima qilinmaydi. Faqatgina bitta yoki bir degan tarjimani berish mumkin. Asosan sonlar oldidan kelsa va mana davrlar oldidan, payt davrlar oldidan kelsa, bir degan tarjimani berishi mumkin. Aslida a va n artikllari one so'ziga teng. Qachon ishlatamiz a-ni? A-ni sanaladigan birlikdagi otlar va undosh tovush bilan boshlanishi kerak, harf emas. For example, a ball, a picture sanalishi kerak, birlik bo'lishi kerak va undosh tovush bo'lishi kerak. N sanaladigan birlikdagi otlar va unli tovush bilan boshlangan otlar bo'lishi kerak. An apple, an eye sanalishi kerak. Lekin mana bu qoidaga qarang, pastda berib qo'yilgan. Unda u bilan an hour, a university, a European. Bularga e'tibor qiling, undosh harf bilan, unli harflar bilan boshlangan bo'lsa ham, tovushida unli tovush, tovushida undosh tovush bo'lgani uchun ham an qo'yilyapti. Kelinglar noaniq artiklni ishlatilishiga o'tsak, noaniq artiklni qachon ishlatamiz? Before a singular countable noun when it's mentioned for the first time. Qachonki biz biror bir narsa haqida birinchi marta gapirsak, bundan noaniq artikldan foydalanamiz. For example, we ordered a big sandwich. Biz katta sandwich zakaz qildik. Ya'ni yoki buyurtma qildik. Katta sandwich deyilyapti. Sandwich qanaqa? Misol uchun tarkibi nimadan iborat? Go'shtlikmi yoki tovuqlikmi? Qaysi biri? Aynan turi aytilmaydi. Bunda umumiy holatda olib aytilganda asosan noaniq artikl ishlatiladi. For example, I bought a bag yesterday. Kecha sumka sotib oldim. Qanaqa sumka sotib oldim? Noaniq. Turi, shakli, rangi aniq emas. Shuning uchun ham birinchi marta gapirilganda otis agar sanaladigan birlikda bo'lsa, siz qo'rqmasdan an artiklni ishlatishingiz mumkin. Keyingi ishlatishimiz before units of price, speed, weight and etc. Og'irlik o'lchovlari, tezlik, narx-navo yoki masofani bildiruvchi birliklar oldidan ham an artiklini ishlata olamiz va bu holatda bir degan tarjimani beradi. Sizga misol berilgan, sugar is $20 a kilo deyapti. Shakarning 1 kilogrammi $20 deyapti. Qarang, yoki kilogrammi $20. Biror bir mahsulotni do'kondan yoki bozordan sotib olganimizda kilosi qancha, kilogrammi qancha deb so'raymiz. Aynan shu holatimiz kilo degan birikma holatda keladi. Navbatdagi ishlatishimiz esa when talking about something which belongs to a set of the same things. Demak, umumiy bir turkum oilasiga kiruvchi otlarni oldidan ishlatamiz. There is a pencil on the table. Stol ustida qalam bor. Qanaqa qalam? Kichikmi, kattami, singanmi, qorami, qizilmi? Noaniq, umumiy qalam deb aytilyapti. Bundan tashqari kasb nomlari oldidan ham artikl ishlatiladi. For example, she is a doctor. Kasbini aytyapti. Yoki I am a student deyishingiz mumkin. Siz aynan talabalik sizning kasbingiz emas, lekin bu qanaqadir maqom deb bersak, mana shu holatda ham artikl ishlatiladi. Bundan tashqari sifat plus ot birikmali holatda kelganda ham oldidan noaniq artikl ishlatiladi. Qachonki otis birlikda sanaladigan bo'lsa. For example,
A hot day, issiq kun. Day sanaladi, birlikda turibdi va sifat turibdi. Bunda sifat plus ot holatda kelganda asosan va eslab qoling, doimo sifatga qarab, birinchi tovushiga qarab noaniq artikl olinadi. For example, easy job. Otimiz undosh tovush bilan boshlanyapti, sifatimiz esa unli tovush bilan. Shunda biz sifatga qarab an artiklni olamiz. An easy job. Xo'sh, endi biz aniq artiklni ishlatilish holatiga o'tamiz. Aniq artiklni ishlatilishiga o'tganingizda albatta buni alohida so'zlari mavjud, vaziyatlari mavjud, shu holatlarda ishlatiladi deydi va shu so'zlarni yodlab olishingiz kerak. Ayniqsa test bajarganingizda yoki mashq bajarganingizda yoki qanaqadir topshiriqlarni bajarganingizda aynan artikldagi so'zlar qoidada keltirilgan so'zlardan tashkil topgan bo'ladi. Keling tanishib chiqamiz. Aniq artiklni qachon ishlatamiz? Aniq artiklni we use the when we talk about something that has always been referred to in the prior sentence, we use the. Demak, biz the artiklini biror bir narsa haqida ikkinchi marta gapirganimizda aynan the artiklidan foydalanamiz va shu holatda the artiklini bu, ana o'sha yoki o'shalar, bular degan tarjima bilan berishimiz mumkin. Qolgan holatda the artikli tarjima qilinmaydi. E'tibor qiling, boya aytib o'tgan gapimda I bought a bag. The bag is very expensive. Mana bu yerda yana the deb aytyapman. Sababi aynan qaysi sumka haqida gapiryapman. Bitta gap oldinda aytganim, kecha sotib olgan sumkam haqida gapiryapman. Shu holatdagina the artikli bu degan tarjimani beradi. Keyingi ishlatilishimiz before specific meaning nouns. Maxsus ma'noga ega bo'lgan otlar oldidan ishlatiladi. Bunda otingiz xoh sanaladigan bo'lsin yoki sanaladigan ko'plik yoki birlik otlari bo'lsa, hammasiga ham yuraveradi va shu holatda ajratib olib gapirishimiz kerak. Sizga bergan I like the flowers in your garden. Bog'ingizdagi gullarni yoqtiraman. Aynan qayerdagi maxsus aytilyapti, bog'izda joylashgan degan ma'noni bildiryapti. Navbatdagi ishlatilishi before unique nouns. Dunyoda yagona bo'lgan narsalar oldidan ishlatiladi. The sky, the moon, the sun, the ground. Oy, quyosh, yer. Mana shular oldidan the article ishlatiladi. Va sifatning orttirma darajasi, superlative adjectives. Sifat mavzusida oldingi darslarimda aytib o'tgan edim. The smallest, the most wonderful. Bundan tashqari, before, cinema, theater, radio, television so'zlari bilan ham the artikli ishlatiladi. Lekin television so'zi agarda jihoz ma'nosida kelsa gina artikl ishlatiladi. Shunchaki biz televizordagi ko'rsatuvlarni nazarda tutayotgan bo'lsak yoki men televizor ko'ryapman desak, bunda artikl ishlatilmaydi. Ya'ni I am watching television. Bunda ishlatilmaydi. Sababi nima? Siz televizorning ichidagi dasturlarini, kanallarni ko'ryapsiz. Kimgadir televizorni o'chir yoki televizorni ovozini pastroq qiling deb aytsangiz, bunda artikl ishlatiladi. Sababi siz televizor uskunasini nazarda tutib aytgan bo'lasiz. Keyingi ishlatilishi the plus adjective. We use the without noun. The meaning is always plural deyapti. Sifatlar oldidan, ma'lum bir guruh sifatlari oldidan the artikli keladi. Bunda aynan o'sha guruhga kiruvchi insonlar nazarda tutiladi va otsiz holatda kelib, aynan o'sha so'zimiz doim ko'plikda bo'ladi. Ma'no jihatdan ko'plikka teng. Misol uchun the poor desak, poor people deganga teng. Yoshlar, qarilar, boylar, kasallar deb gapiramiz. O'zimiz o'zbek tilimizda. Aynan mana shu qoidamizga the plus adjective holati keladi.
Navbatdagi ishlatilishimiz the plus nationality words when you mean the people of that country. Demak, millat nomlari oldidan the artikli albatta ishlatiladi. Bunda siz o'sha davlatdagi shaxslarni, ya'ni fuqarolarni nazarda tutgan bo'lasiz. Misol uchun the British, Britaniyaliklar degani va ma'no jihatdan bu ko'plik yuradi doim. Yoki the Indian, the Uzbeks, bu holatlar doimo ko'plikda yuradi. Agarda biz ingliz odami, ya'ni bir kishini nazarda tutmoqchi bo'lsak qanday aytiladi? Bunda British person, British man, woman kabi so'zlarni millat nomlaridan keyin shunchaki o'sha shaxsni qo'yamiz, lekin oldidan aniq artiklni qo'ymaymiz. Navbatdagi ishlatilishi before musical instruments and dances. Musiqa asboblari va raqs nomlari oldidan artikl keladi. The piano, pianino, the tango, tango raqsi. Keyingi ishlatilishi esa before the names of oceans, seas, rivers, canals, deserts. Demak, okean, dengiz, daryo, kanal va cho'l nomlari oldidan the artikli ishlatiladi. Sizga misol beragan the Pacific, bu ocean, ya'ni Tinch okean, the Nile, Nil okeani. Mediterranean deyapti, the Mediterranean. Demak, Mediterranean degan ma'nolarni bildiradi. Bundan tashqari, mountain ranges usually have plural names. Tog' tizmalari oldidan ham biz nom oldidan the artiklni ishlatamiz va bu nomlar ko'pincha ko'plik shaklda keladi. The Ants, the Alps, Alp tog'lari, Ant tog'lari deymiz. Keyingi ishlatilishi countries and states which names include words like republic, union, kingdom, states. Davlat nomlari oldidan artikl ishlatamiz qachonki davlat nomi tarkibida republic, union, status, kingdom kabi so'zlar qatnashsa. For example, Uzbekistan desak the ishlatilmaydi, lekin the Republic of Uzbekistan desak unda the artikl ishlatiladi. Va birlashmalar, aytyapti Soviet Union ishlatiladi. Keyingi ishlatilish holati bundan tashqari davlat nomlari oldidan ham yana ishlatiladi qachonki davlat nomi tarkibida s qo'shimchasi bo'lsa. For example, Netherlands, Philippines the artikl bilan yuradi. Va names of islands which island groups usually have plural names. Orol nomlaridan oldin ishlatiladi. Bunda orol nomlari ko'plik shaklda keladi va bir nechta orol bitta katta orolga jamlanib bitta nom bilan atalishi kerak. The Bahamas, the Canaries kabilar. Va mintaqalar, aynan mintaqa deganda biz dunyoni 4 tomoni nazarda tutiladi. Hududlar, ya'ni shimol, sharq yoki o'rta sharq deymiz. Mana shu holatlarda the artikl ishlatiladi. The next one is many names of places such as hotel, restaurant, theater, cinema, museums and galleries. Bundan tashqari ko'plab jamoat binolari oldidan ham the artikl ishlatiladi. Mehmonxona, restoran, teatr, kinoteatr, muzey va san'at galereya nomlari oldidan ishlatiladi. Shuningdek, oflik birikmalar oldidan, ya'ni the of birikmasi kelganda the artikl ishlatiladi. The names of newspaper, gazeta nomlari oldidan ishlatiladi. Doctor, dentist so'zlari oldidan ishlatiladi. Qachonki biz shu shifokorlar huzuriga ko'rikdan o'tishga borsak. Tarixiy davrlar, voqealar oldidan. The Middle Age, o'rta asr. Navbatdagi kun qismlari, morning, afternoon, evening so'zlari oldidan. Va lavozimlar oldidan ham titles deyapti. Oldidan artikl ishlatamiz. Qirol, qirolicha, prezident desak, the king, the president ishlatiladi. Agarda bu lavozimlar ismlar bilan kelsa, unda artikl ishlatilmaydi.